Josim Al-Imronning Fotimaning bolasi kitobi. Hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan ruhi kuchli asar. Bu kitob oddiy qissa emas. Bu insonning o'zini topishi, ota-onaga bo'lgan minnatdorlik, hayot sinovlaridan o'tib katta maqomga yetgan insonning hikoyasi. Har bir bobida sizni hayajonga soladigan, o'ylantiradigan va ruhlantiradigan voqealar jamlangan. Kitob kimlar uchun? Hayotda adashdim deganlar uchun yo'l ko'rsatgich, motivatsiya izlayotganlar uchun kuch manbai, ota-onaga bo'lgan muhabbatini chuqur his qiladiganlar uchun esa alohida tuyg'u. Asar qahramoni Fotima va uning ikkinchi o'g'li Yusuf. Fotima bir kun ishdaligida maktabdan telefon qilishdi. Yusuf masalasida maktabga kelishini so'rashdi. U xavotirlanib javob olib maktabga yetib bordi. Men psixolog va uning ustozlari Yusufning maktabdagi holati haqida siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Yusuf ko'p marotaba sinfdoshlari tomonidan mazax va kamsitishlarga uchragan. Bugun esa jismoniy tarbiya darsida vaziyat yanada yomonlashdi. Yusuf sinfdoshlaridan birini urib yubordi. Maktab o'z tartib qoidalari bor. Qanday muammo chiqsa, ma'muriyat uni hal qilish uchun kerakli choralarni ko'radi. Lekin Yusufning vaziyati oddiy emas. Bugun u birinchi marta ochilib, butun o'quv yili davomida jim bo'lib kelgan kamsitishlar haqida gapirdi. Sizga bu haqda avval so'z ochganmi? Fotima hayratdan bir lahza jim turib qoldi. Nahotki kichik farzandi unga boshidan kechirayotganlarini aytmagan bo'lsa? U Yusuf bilan o'rtasidagi munosabatlarni yodga oldi. Ayrim paytlar asabiylashib ketgani, hatto ba'zida uni urib yuborganini esladi. Yusufning vaziyati alohida yondashuv talab qiladigan maxsus holatda. Intellekt testi ham o'tkazdik. U buni tasdiqladi. Barcha o'qituvchilar tasdiqlashdi. Gap shundaki, Yusuf faqat o'qishda emas, balki tushunish, idrok qilish va eslab qolish jarayonlarida ham qiynalmoqda. Fotima birdan qizishib ketdi. Sizga bu testni o'tkazishga kim ruxsat berdi? Qaytadan test topshiradi, isbotlaydi. Yusuf qolgan bolalar kabi oddiy bola. Ular yana qo'shimcha sabablar keltirib, kelgusida Yusufni maxsus holat uchun mo'ljallangan maktabga o'tkazib yuborish mumkinligiga ogohlantirishdi. Fotima esa bu aslida ishlashni xohlamaydigan o'qituvchilarning bahonasi deb jahl qilib o'g'lini olib chiqib ketdi. Fotima katta o'g'li Valid va kichik qizi Layanni olib uyga keldi. Yusufga bir og'iz so'z ochmadi. Layan sanashni o'rganganini, o'qituvchi yulduzcha bergani bilan maqtandi. Fotima Yusufga qarab keskin ohangda dedi: "Qara singlingga, nega sen ham shunday harakat qilmaysan? Axir sening kam joying yo'q-ku. Aqlingni ishlat, ustozlaringga quloq sol." O'zi maktabda tengdoshlari kamsitishi ustiga onasining dakkisi. Nega onasi faqat Yusufni urishadi? Shularni o'ylab Yusufning ko'ziga yosh keldi. "Sen erkaksan, yig'ini bas qil. Undan ko'ra o'qishingni yaxshilash haqida o'yla." "Oyi, bilasizmi, o'sha bolani nima uchun urdim?" "Ha, bilaman, chunki sho'xsan. Darslarga diqqat qilmaysan. Faqat o'yin kulgu va shovqin-suron bilan ovorasan. Har safar meni ustozlar oldida sharmanda qilasan." Xullas, Yusufning gaplarini eshitmadi. "Yetar Yusuf, jim bo'l. Endi bir og'iz ham eshitkim kelmayapti." Biroz vaqt o'tganidan keyin: "Oyi, sizni juda yaxshi ko'raman. Hech kim sizni haqorat qilishiga yo'l qo'ymayman. O'sha bolani urdim, chunki u sizni haqingizda yomon so'z aytdi." Fotima bu gaplarni eshitib bir zumga qotib qoldi. Yuragi titrab, tili aylanmadi. O'sha kuni eri ham doimgidek kech keldi. Uxlamay kutib o'tirardi. Yusuf haqida gapirdi, bor haqiqatni aytib berdi. "Yordamingiz kerak. Kundan kunga yuk og'irlashyapti. Barchasini o'zim ko'tarishdan charchadim. Ular sizning ham farzandlaringiz-ku." Xususiy repetitorga yollashni taklif etdi. Fotima g'azablandi. Farzandiga vaqt ajratish qiyin, ishdan, do'stlardan. Ishxonasida do'sti Dalol ham ishda mijozlarga yaxshi munosabatda emasligini piching qilib, Fotima unga hamma o'g'li haqida gapirib berdi. Do'sti ham repetitor yollashni taklif qildi. Eri ham taklif qilgan edi, lekin eri oldidagi g'ururi to'sqinlik qildimi, bilmadim. Repetitor g'oyasi o'ziga ham yoqa boshladi. Balki shu orqali ozroq ovunar. Yusufni ikkilanmay kechki repetitorga markazga yozdirdi. Faqat shu bilan cheklanib qolmadi. Dam olish kunlarini ham o'g'lining o'qishiga bag'ishladi. Bechora Yusuf uchun hayot asta-sekin og'ir bir yukka aylandi. Onasi unga deyarli har kuni baqirib, urib, hayqirib dars o'tar. U esa o'qishdan tobora nafratlana bordi. Nega onasi akasi Valid va singlisi Layanga nisbatan unga yomonroq munosabatda bo'ladi? Nega faqat unga tanbeh beradi?
Axir akasi va singlisi bilan onasi sokin, muloyim gaplashar, hatto ularni doim maqtar, ular sendan aqlliroq, yaxshiroq deb eslatib turardi. Yusuf bolaligini yo'qotib qo'ygandek edi. O'ynashni, bolalarcha quvnoq bilishni sog'inar, biroq onasining o'qish mashqidagi talabchan va qattiqqo'lligi bunga yo'l bermasdi. Bir kun kechki repetitordan qaytishda onasi Yusufning ko'z yoshini ko'rib, "Sening yaxshiroq bo'lishingni istayman, ko'proq harakat qilishni, o'qishning yaxshi bo'lishini istayman. Chidashing kerak. Yusufim, seni yomon ko'rmayman. Sen mening yuragim bo'lagi, mening o'g'limsan. Akang, singling ham hamma bolalarimni birdek yaxshi ko'raman." Lekin Yusuf bolalarga xos sodda aqli bilan bu sevgining haqiqiy ma'nosini his eta olmadi. Chunki u har kuni sevgidan faqat baqiriq, hayqiriq va urushishni ko'rardi. Fatima qattiqqo'l bo'layotganini sezardi. Hali Yusuf yosh, katta bo'lsa biladi deb o'zini ovuntirardi. Barchasini o'g'il va qizining foydasi uchun qilardi. Qattiqqo'llikni sevgining bir ko'rinishi deb o'ylardi. Oradan 3 oy o'tdi. Uyqusiz tunlar, charchoq, tinimsiz darslar. Yusuf imtihon topshirib 6-sinfga o'tdi. Fatima o'zida yo'q xursand, xuddi doktorlik ilmiy darajasini olganday his qildi. Yusuf esa o'zgacha bo'lib qolgan, so'zsiz sukutda yashaydigan, ko'zlarida tugun bo'lib qolgan so'zlar bilan. Afsuski ba'zan biz ota-onalar farzandlarimizning yuragida nimalar bo'layotganini ko'rmaymiz. Ular orzu qilgan javoblarni emas, biz kutgan natijani talab qilamiz. Ular o'z og'riqlarini o'zlari bilmasligini bahona qilib, o'z o'lchovimizga moslab hayotlarini boshqarishga urinamiz. Yozgi ta'til. Oilaviy Yevropaga sayrga borishni, Fransiya va Germaniyadagi Disneyland parklariga borishni reja qilishdi. Hamma xursand. Bir hafta oilaviy bayramdek o'tdi. Ketishdan bir kun oldin Fatima "U bormaydi", dedi. "U avgustdagi intellekt testiga tayyorlanadi. Men bilan Quvaytda qoladi. 2 oy qattiq tayyorlanadi. Sayohatga dadasi bilan akasi, singlisi boradi." Bu qarorni er-xotin ko'p muhokama qilishgan, qarorni oxir-oqibat Fatima qabul qilgan edi. Yusuf shokka tushib qoldi. Qo'llari titrab, ko'zlarida yosh. Singlisi Loyan ham yig'lab yubordi. To'satdan Yusuf g'alati tarzda baqirib yubordi. Bu ovozda nafaqat alam, balki singan yurak, umidi puch bo'lgan bola qalbining inqirozi bor edi. "Siz mening onam emassiz. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Meni qiynashni xohlaysiz. Sizni yomon ko'raman." Yusufni Fatimaning singlisi Maryam yordamida rassomchilik kursiga ham yozdirish evaziga ko'ndirishdi. Chunki rassomchilik birdan bir ovunchog'i edi. Yusuf taslim bo'lgan edi. Yusuf juda qattiq tayyorlandi. Juda ko'plab holatlar, sarguzashtlar. 20-avgust. O'sha kutilgan on, imtihon kuni yetib keldi. Afsuski Yusufning imtihon natijalari kutilganidek chiqmadi. Fatima esa yana g'azabda o'g'lini rassomchilik tugaragidan qaytarib olishdi. Imtihon natijalarini yashirgan holda maktab davom etdi. O'sha rejim, o'sha stress, o'sha talabchanlik. Oxir oqibat maktabda Yusuf yana ichki portlab, bir mazax qilgan bolani uradi. Uning arab tili o'qituvchisi va maktab psixologi Yusuf bilan qattiq shug'ullanishadi. Uyda ham onasining dashnomlari. Bir kun xolasining farzandlari bilan uyda onasi tomonidan hammaning oldida o'z o'g'lini kamsitib dashnom beradi. Xafa bo'lib o'z uyiga qamalib olgan Yusuf xonasidagi jihozlar, mebellar, oyna barchasini sindirib, hamma yog'i qonga belangan, xusus holatdaligida eshikni buzib kirib kelishadi. Shifoxonada Yusuf zo'rg'a o'z holiga kelganda Fatima tushunib yetadi. Unga arab tili o'qituvchisi, maktab psixologi, singlisi hamda erining gaplari qo'shilib, Fatima o'zi bilan o'zi kurashadi. Bir kun Yusufning Allohga iltijo qilib, bu dunyodan olib ketishini so'rab yolvorganini eshitib, o'z o'g'lini yo'qotib borayotgani va bunga faqatgina o'zi sababchi ekanligini tushunib yetadi. Lekin boshqalar nima deydi? O'g'li yaxshi o'zlashtirmaydigan maxsus maktabda o'qiydigan degan gaplaridan qo'rqib, odamlar nima deydi deb o'ylab siqiladi, hamon siqiladi. Bunda Yusufning otasi Ahmadning ham aybi bor edi. Ahmad do'stlari bilan ko'p vaqt o'tkazib, o'z farzandlariga deyarli vaqt ajratmas edi. Xullas voqea Fatima va Ahmadning o'z o'g'illari Yusufga nisbatan munosabatlari o'zgarishi, maxsus maktabda o'qishni davom ettirib, kelgusida Qatarning eng mashhur rassomi bo'lishiga erishadi. Voqealar tadrijiy shiddatli. Goh Yusuf uchun yig'laysiz, goh xursand bo'lasiz. Goh Fatima, goh Ahmadning o'rnida paydo bo'lasiz. Maktabning ham bola tarbiyasi va o'zlashtirishda qanday muhim o'rin egallashini ham bilib olasiz. Hayotning achchiq-chuchugini ko'rgan insonning hikoyasi sizga kuch beradi. Ota-ona duosining qiymatini yana bir bor his qilasiz.
Qiyinchiliklardan qo'rqmaslikni, o'zingizga bo'lgan ishonchni mustahkamlaysiz. Hikmatga boy hayotiy iqtiboslar juda ko'p. O'qiganingizda ruhingiz ko'tariladi. Xuddi shunday asar qahramonlariga aylanishni yig'lab, kulib, voqeani his qilmoqchi bo'lsangiz, kitobning o'zini olib, har bir harfini tushirib qoldirmay o'qishingizni tavsiya etamiz. Aslida 10 daqiqaga sig'dirish qiyin. Eng ta'sirchan, hissiyotli joylarini keltirishning iloji bo'lmadi. Ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosishni, boshqalar bilan ulashishni, yana qanday kitoblar haqida chiqarishimizni izohlarda yozib qoldiring. Aytingchi, sizda ham farzand tarbiyasida shunday muammolar bormi?